F70, F71, F72, F73 kodli tashxis bilan davolanayotgan bolajonlarning onalariga bu videoni yuborib qo'ying. F70 aqliy zaiflikning yengil darajasi. Bu tashxisda bolajonlar biroz nutqda kechikishi, yozuv chizuvlarda kechikishi mumkin, ammo ularga yozishni o'rgatish mumkin hamda ularni kasb-hunarga tayyorlab, kelajak hayotda o'zini o'zi eplash darajasigacha olib chiqilsa bo'ladi. F71 aqliy zaiflikning o'rtacha darajasi. Bu yerda bolalarga ham o'qish yozishni o'rgatish mumkin, lekin ancha mehnat talab qiladi. F71 tashxisli bolajonlar mustaqil yashashi qiyin. Ularga doimiy yordam kerak bo'ladi. Ammo ular kiyinish, yechinish, o'zlariga o'zlari xizmat ko'rsatish malakalarini olishlari mumkin. F72 aqliy zaiflikning og'ir darajasi. Bu darajada bolajonlarning nutqi deyarli cheklangan bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi. Va bunday holatlarda bolajonlarga kiyinish, yechinish kabi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda yordam kerak bo'ladi va bu holatlarda F72 tashxisida nogironlik ham birga keladi. F73 aqliy zaiflikning chuqur og'ir darajasi hisoblanib, bu yerda aniq nogironlik bo'ladi va bolalarda nutq umuman rivojlanmagan bo'ladi. Oddiy tovushlar hamda hissiy qandaydir belgilar bo'lishi mumkin. Bunday bolalarda hattoki ovqatlanishga ham yordam talab qilinadi. Bunday holatdagi bolajonlar uchun doimiy parvarish kerak bo'ladi.